وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان E'tiqodiy masala bo'yicha islomning haqligini o'rgandik. Endi Allohning so'nggi rasuli odamlarni bu yo'lga qanday chaqirganliklari haqida so'z boradi. Alloh taolo oxirgi payg'ambariga bu yo'l juda ham nozik yo'l ekanligini ayni da'vat uslubida o'rnak o'laroq suratda tushuntiradi. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bu da'vat yo'li shunday yo'l bo'ldiki, u insoniyatning mantig'iga teskari yurdi. Har qanday maslak sohibi insonlarni o'z yo'liga kiritmoqchi bo'lsa, avvalambor qavmning boylariga nazar soladi. Ularni ergashtirishga harakat qiladi. O'zi to'qib chiqargan yo'lning xatolarini ko'rsatib qo'ymasligi uchun ham iloji boricha ehtiyot bo'lib so'zlaydi. O'ziga zarar yoki tanbeh bo'ladigan biror bir harakatni bajarmaslik uchun urinadi. Ammo Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'li umuman teskari bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yo'lini Alloh subhanahu va taoloning o'zi buyurgani uchun ham u zotning boshqa choralari yo'q edi. Olamlar Robbisi so'nggi rasuliga shu qadar og'ir mas'uliyatni yukladiki, uni payg'ambaridan boshqasi his qila olmas. Ayyuhal muddaththir qum fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Mashhur sahobiylardan biri Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom haqida bir qissa keladi. Sarvarimiz Hiro g'origa ketayotganliklarida osmondan bonagoh bir ovoz eshitiladi. Sarvarimiz qo'rqibsa qaraganlarida osmon bilan yerning o'rtasida muallaq bir holatda kursida joylashgan farishta ko'z o'nglarida paydo bo'ladi va payg'ambar alayhisalom titragan, qaltiragan holda uyga yetib kelib, meni o'rab qo'yinglar, meni o'rab qo'yinglar deb aytadilar. Shunda Alloh taolo tomonidan ya ayyuhal muddassir, ya'ni
ey liboslarga burkanib olgan zot deb boshlangan oyatlar nozil bo'ladi. Ushbu oyatlarda Alloh taolo o'z payg'ambarini zimmasidagi payg'ambarlik vazifasini sabr toqat bilan ado etishga chorlab, u zotga yaqinda din yo'liga g'ov bo'lgan kimsalar uchun qiyin bir kun, qiyomat kelishi to'g'risida xabar berdi. Endi savol tug'iladi: da'vat qanday bo'ladi? Vahiyni payg'ambar alayhisalom qanday yetkazishlari kerak? O'zlarichami yoki biror bir harfiga xiyonat qilmaymi? Alloh taolo bu borada ham payg'ambarini qattiq ogohlantiradi. Agar payg'ambar bizning sha'nimizga biz aytmagan ayrim so'zlarni to'qib olganida, albatta biz uning o'ng qo'lidan ushlagan, so'ngra albatta uning shoh tomirini uzib tashlagan bo'lar edik. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Endi mana shu va'iddan keyin payg'ambarimiz nima qilishlari mumkin edi? U zot shu qadar omonatga vafodor bo'ldilarki, insofi borlar, arab tilidan ozgina xabar borlar aytishsin. Jibril alayhissalom Rasulullohga arab tilida qul, ya'ni ayting degan so'z bilan murojaat qilar ekan, sarvarimiz ushbu so'zni ham tushirib qoldirmadilar. Aslida bu payg'ambarimizga bir buyruq edi. Ular ayting degan so'zdan keyingi so'zlarni aytishlari ham mantiqan to'g'ri edi. Ammo butun bashariyat yukini ko'tarish bu qadar oson hal bo'ladigan, aqlga solib yuritiladigan ish emasdi. Yana bir oddiy misol, Qur'onda Abasa deb nomlanmish sura bor. Unda kelgan ogohlantirish shu qadar hayratliki, agar g'arbliklar aytayotgandek Muhammad alayhisalom Qur'onni o'zlari to'qib olganlarida mutlaq bunday gaplarni ishlatmagan bo'lardilar. Chunki bu har qanday maslak egasining zarariga yuradigan so'zlar edi. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة